Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Qadrli dostlar, biz bugungi kunda tire-yoqda bo'lgan kishilarga, yaqinlarga qarab, ham turmushlarimizni ko'zallab, bugungi kunda bu yilda ko'ra olamiz. Bek ko'p kishilarga, bek ko'p g'aylalarga Alloh taolaning sinovi keldi. Ham sinov kelgach kishi so'rov bilan keladi. Hazrat, biror nindi yo'l ko'rsatmassizmikan, biror duo o'qita olmassizmikan, o'qiy olmassizmikan, og'irlik bitsin, og'irliklar ketsin, og'irliklarning natijasi bitsa edi. Alloh taolo Qur'onda Baqara surasida aytadi: "Ey bandalar, iymon keltiruvchilar, bilegu shuni, hech cheksiz har birigizni sinarmim" deb Alloh taolo aytadi. Ham sinov har bir kishiga maxsus bo'lacak. Kimgadir faqirlik bilan, kimgadir boylik bilan, kimgadir og'ritu bilan, kimgadir sog' salomat bo'luvi bilan, kimgadir daraja beruvi bilan, kimgadir kirisincha tuban darajaga tushiruvi bilan Alloh taolo tekshira, sinay. Ham har bir sinov ol Alloh taoladan bir dars. Ol darsni nechik qabul etiribizmikan? Biz kishi bo'lib qola olirbizmikan? Yoki masoyib, yoki kirisincha bitinisin g'ayiblab shikoyat bildirirbizmikan? Alloh taolo shuni sinay, tekshira. Ham sinov kelganda, biror afat bo'lganda, biror yaqiningni yuvaltgan mezgilda Alloh taolo aytadi: "Ey bandalar, u sinov kelgach, eng birinchidan tayanishig'iz bo'lsin Alloh taolo. Sabrlik bilan shu sinovni qabul etib, oyoq ostida qoling'iz." Ya'ni Alloh taolo Qur'onda Baqara surasida shulay esga ola. Agarda sizni oyoqdan jig'otirgan biror problem, biror og'ritu, sirxov, yuvaltu kelib chiqsa, ham siz tayonish bo'lgan, tirak bo'lib turgan, sizga yordam berib turgan kishini, aybirni topa olmasangiz, Alloh taolo eng birinchidan aytadi: birinchidan sabr bo'ling'iz. Keldi ekan, biligiz Alloh taoladan ol. Ol bir dars, mana qalam. Og'ochdan yasalgan qalam. Nindigina yaxshi bo'lsin, joyli, o'ng'ayli bo'lsin. Agarda uzoq ettirib biz onun bilan qo'llansak, ol akrin onun ishlig'i bita. Onun bilan yozuvi, qo'llanuvimiz akirtin kemiy boshlaydi. Vaqt o'zg'ash biz soni ishlay boshlaymiz. Qalamga o'ng'aysiz, og'ritu, yuvaltu bo'lib qabul etiladi. Ammo lekin shu ishlagandan so'ng u qalam tag'inda nazikroq, tag'inda qiymatliroq, tag'inda darajaliroq bo'la turgan, nazikroq yoza turgan qalamlardan bo'lur. Ham onun darajasi ortadi. Kishida vaqt uzuvi bilan qo'y vaqt Alloh taoladan yiroqaya, ham Alloh taolo sinovlar jibarib kishini ishlagan kibik Alloh taolo sinay, tarbiyali, tag'inda yaxshiraydi. Ham Alloh taolo aytadi: ikkinchi tayanishingiz bo'lsin. Og'irlik kelganda, ol dayinda namozga, ibodatga. Namoz deb aytganda, bugungi kun g'alimlar isbotlaganlar, turli dinda bo'lgan kishilarni jiyib, har birisine ixlos ko'ngildan duo qiling'iz deb ularga vazifa berganlar. Har birisi shin ko'ngili bilan duo qilgan vaqtda bir natijaga keladilar. Har bir kishi ixlos ko'ngildan duoda bo'lgan vaqtda onun bosh miyinda bir ilishi so'nib, dunyoda bo'lgan mashaqqatlaridan arina, bo'lgan problemini unuta. Hozirgi mezgilda Alloh taolo oldindagina deb
күңелдә кала һәм бөтен авыртуларны, хәтта тән сизүе дә кими дип килә. Һәм шушы очракта кешенең перезагрузка килеп чыга. Яңарту, яңару, яңа фикерләр шушы проблемадан, авыртудан, тормышта булган киртәдән ничек узу икәнлеген Аллаһ Тәгалә юлларын күрсәтә башлый. Һәм Аллаһ Тәгалә Коръәндә тагын бер шатлыклы хәбәр безгә әйтә. Әй бәндәләр, әгәр дә сынаулар килсәләр сезгә, белегез шуны, һәрбер сынаудан соң бик күп җиңелекләр килер. Шатлык, сөенечләр белән Аллаһ Тәгалә сезгә нәтиҗәсен бирер ул сынауны узуыгыз белән. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә тормышыбызда җибәргән сынауларга карата сабыр булып, гыйбадәттә, изгелектә Аллаһ Тәгаләгә ялварып, ярдәм сорап, иманлы килеш шушы сынауларны узуын насип әйләсен. Һәм шушы сынауларга да хәтта рәхмәтле булып, Аллаһ Тәгаләдән килгән дәрескә разый булган хәлдә Аллаһ Тәгаләгә шөкранә кылучылардан булуын насип әйләсен. Әссәламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.